Podshuba salatini o'rgatib, Amerikani boshqatdan qurish niyatim yo'q, lekin salat ila yanayam mazali chiqish uchun bir ikkita sirlarimni o'rgatib qo'yaman. Kartoshkasi yumshoqqina mayin bo'lish uchun hech qachon bosib tekislamang. Yengil tekislab qo'yish o'zi yetarli. Kartoshkaga ozgina murch va xuddi shu mayonezdan solishingizni tavsiya beraman. Albatta bu salatni piyozsiz tasavvur bo'lmaydi. Podshuba salatini food bloger bo'lmasimdan oldin ham shu baliqdan tayyorlaganman va haligacha shu baliqdan tayyorlayman. Sizga ham shu balig'i tavsiya beraman. Ana o'shanda podshuba salati ila sho'r chiqmaydi. Keyin shu tariqa ketma-ketlikda birin-ketin terib olamiz. Baliq, piyoz, murch, ozgina mayonez, ketidan qizil sabzi va ustidan mayonez. Bir dona tuxum sarig'ini bezak uchun olib qo'yib, qolganini qirg'ichdan chiqazib olamiz va ustidan albatta mayonez suramiz. Eng oxiri lavlagini ham qirg'ichdan chiqazib, ustidan mayonez surib olamiz. Kamida 1 soat xolodilnikka qo'yib, keyin mazza qilib iste'mol qilamiz. To'liq retseptni opisaniyada qoldiraman. Yurechani qizartirib, qishda eng yaxshi ko'rib yeydigan salatingizni kommentariyaga yozib keting.